Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктары. Videoni basamас burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Canelo men ayqasdan keyin Golovkinning reytingdari o'rni o'zgardi. Belgili Ring.com jurnali reytingini janartib, onda 2-o'rta salmoqda da o'zgarish bo'ldi. O'tgan oyda Gennadiy Golovkin o'sha salmoqda alg'ashqi ayqasini o'tkazib, Saul Canelo Alvarez bilan judruqtasgan bo'latin, deb xabarlaydi. Trilogiya 18-qirkuyek Las Vegasda o'tib, torchilarning sheshimimen Canelo jenggan bo'latin. O'sha sassizlikdan keyin Golovkin 3dan 4ga sirg'adi. Al meksikalik kosh basti qoldi. Top 10 tizim munanday. Birinchi o'rin Saul Canelo Alvarez, ikkinchi o'rin Caleb Plant, uchinchi o'rin David Benavides, to'rtinchi o'rin Gennadiy Golovkin, beshinchi o'rin John Ryder, oltinchi David Morales, 7-chi Leron Richards, 8-chi Carlos Gongora, 9-chi Christian Mubli, 10-chi Daniel Jackboss. Yenilmagan amerikalik Alimxon o'g'li men ayqasida nega belbuyun tashlab qochganini aytdi. Yenilmagan amerikalik bokschi Demetrius Andrade ikkinchi o'rta salmoqqa ko'tariluv sababini tushuntirdi. Oslaycha o'l Qozog'istonlik Janibek Alimxon o'g'li men jekpa-jekda qutulib ketgan bo'latin, deb xabarlaydi. 168 funtga Jermar Charlo, Caleb Plant және David Benavides bilan ayqas uchun ko'tarildim. Men elitali dengayda qarsak izlab yurman. Bu bokschining arqaysimen tomosha jekpa-jek bo'latin edi. Kes kelganga qarshi keremet ayqas ko'rsataman, deb berdi Andrade'ning so'zin. Sizlar men sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi. Yaqinda konkurs bo'ladi do'stlar. Like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar.